Byudjetniy narxga yaxshi lokatsiyadan kompaktniy hovli qidirayotgan mijozlarimiz uchun Yashnobod tumani Orentir Olmos mahallasi 1-2 sotix yer maydoniga qurib bitkazilgan shu xonadonimizda mebel texnikasi bilan sotilyapti. Axraniyami mahallada joylashgan, ikki tomonlama eshiklar qo'yilgan, polностью yopilgan, ko'rishingiz mumkin. Keng mahalla, mashinalar ko'chada qoldirsanglar ham bo'ladi. Plus kichkina bo'lsa ham bolalar o'yingohi bor. Безопасный lokatsiya. Uyimizda 4 ta xonasi bor, mebel texnikalari bor, yaxshi narxga sotilyapti. Uy egalari nomeri bilan qo'yamiz. Kirishimiz bilan bitta mashina uchun joy, xohlasanglar tapchan qo'yib yuborsanglar ham bo'ladi. Sababi ko'chada ham bemalol mashina qo'yish uchun joylar qoldirilgan. Bitta kalitkamiz bor. Uyimizning ichki qismiga kiramiz. Anchadan beri ham o'tda yashalmayotganiga uborka bo'lmagan, ahamiyat qilmaysizlar. Kirishimiz bilan garderob, o'ng qo'limizda oshxona joylashgan. Ichida stolovoy zonasi bilan mebel texnikalari tayyor. Ikkinchi qavatga chiqadigan lestnitsa. Kattagina studiyniy zal formatida qilingan. Lokatsiya zo'r, ko'chada mashina qo'yish uchun Axraniyami mahallasi bor. Detskiy plashatkalari bor. Narxlari ham zo'r narxda sotilyapti. Bu umumiy sanuzel. Sizlarga uyimizning ikkinchi qavatini ko'rsatib o'taman. Uyimizning ikkinchi qavatiga chiqishimiz bilan shunaqa atmosfera kutib oladi. Birinchi xonamizda bitta spalni, ichida o'zini mebel texnikalari bilan, hamma xonamizda oynalar bor. Havo aylanishi, quyosh tushishi hammasi hisobga olingan. Keyingi xonamizda bolalar yotoqxonasi. Boylarga ahamiyat qilinglar, juda ham did bilan remont qilib bitkazilgan xonadon. Keyingi eshigimizda umumiy sanuzelga o'tiladi. Bunaqa ko'p yashalmagan, uyimizning remontlari yaxshi holatda bo'lib turibdi va katta ota-onalar uchun mo'ljallangan spalni. Uyimizning narxini pastda описаниеda va videomizning obloshkasiga katta qilib yozib qo'yaman. Pastda uy egalarining nomerlarini yozib qoldiraman. Bemalol telefon qilib narxlarni kelishib, baraka qilishingiz mumkin.